Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbolsevar do'stlar. Yana bir bor sizlar bilan diydor ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Har doimgidek O'zbekiston, Osiyo va dunyoda ro'y berayotgan eng qiziqarli xabarlar bilan Zafarjonov Rifatbek kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, har doimgidek e'tiboringizga Jahon chempionati haqida gaplashamiz. Bugun diqqat e'tiborini O'zbekiston milliy terma jamoasining 3-o'yiniga qaratamiz. Xo'sh, Ekvador va Germaniya terma jamoalari o'yinidan keyin O'zbekiston terma jamoasini play-offga chiqish umidi so'ndimi degan sarlavhada juda ko'p xabarlar chiqmoqda. Haqiqatdan O'zbekiston terma jamoasi avvalambor Kongoni mag'lubiyatga uchrata olamizmi? Xo'p, Kongoni mag'lubiyatga uchratgan taqdirimizda ham biz play-offga chiqa olamizmi degan savollar hammani qiynamoqda. Bilasiz, qadrli do'stlar, bizni o'zimizni qo'limizda emas play-offga chiqish. Albatta bu boshqa terma jamoalarni bizga yordami yoki bizga qanaqadir chiroyli o'yin o'ynab berish kerak. Shundagina O'zbekiston terma jamoasi play-offga chiqishi mumkin. Agar o'sha boshqa jamoalar bizga qanaqadir yordam bersa, O'zbekiston terma jamoasi o'zi ham harakat qilib Kongoni mag'lubiyatga uchratishi kerak. Lekin bugun bo'lib o'tgan Germaniya va Ekvador terma jamoalari o'rtasidagi o'yindan keyin deyarli O'zbekiston milliy terma jamoasini play-offga chiqish imkoniyatlari 1% bo'lib qoldi. Ya'niki buni bemalol aytish mumkin. Lekin qadrli do'stlar, biz hali ham umid qilmoqdamiz. Yana boshqa jamoalarning imkoniyatlari bor. Eron terma jamoasi Misrga mag'lubiyatga uchrashi kerak. Kuirisao terma jamoasi mag'lubiyatga uchrash kerak Côte d'Ivoire'ga va yana juda ko'p terma jamoalar. Iroq terma jamoasi durang o'ynash kerak. Mana shunday matematikalar juda ham ko'p. Buni har bitta o'yinni bir boshdan tahlil qiladigan bo'lsak, vaqtimiz ko'p ketadi. Qisqa qilaman. Keling, terma jamoamiz play-offga chiqadimi, chiqmaydimi? Bugun 3-turdagi Jahon chempionatidagi raqibimiz haqida ma'lumot beraman. Chunki qadrli do'stlar, mayli milliy terma jamoamiz g'alaba qozonadimi, g'alaba qozona olmaydimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar biz mana shu mundialda ilk marotaba ishtirok etdik, birinchi golimizni urdik. Shu vaqtgacha ikkita dunyoning eng kuchli terma jamoalariga qarshi o'yinimizni o'tkazdik. Kolumbiya va Portugaliya terma jamoalariga qarshi endi 3-turni chiroyli qilib yakunlab Jahon chempionatidan o'zimizga yaxshi taassurot va yaxshi tajriba bilan qaytishimiz kerak. Demak, qadrli do'stlar, avvalambor Kongo terma jamoasi, bilasiz, Afrika qit'asida joylashgan jamoa hisoblanadi. Kongo terma jamoasini asosiy bo'g'ini desak adashmagan bo'lamiz. Bu legionerlardan tashkil topgan, deyarli 70% futbolchilari Fransiya, Germaniya, Ispaniya chempionatlarida, hatto Rossiyani chempionatlarida ham to'p suradigan futbolchilar bor. Jismonan baquvvat, tezkor hujum bilan bemalol o'ynay oladi. Har qanaqa raqibga ustunligini ko'rsatadi va qarshiligini ko'rsata oladi. Umuman oladigan bo'lsak, Kongo terma jamoasi biror marta Jahon chempionatiga chiqqanmi degan savol shaxsan meni ham qiziqtirdi. Tarixga oladigan bo'lsak, albatta Kongo terma jamoasi Jahon chempionatiga chiqqan. Ular 1974-yil Zair nomi bilan chiqishgan, ya'niki oldin Kongo Demokratik Respublika terma jamoasining eski nomi, tarixdagi mamlakat nomi Zair deb nomlangan va bundan 15 yil avval ular yangi rahbar kelgandan so'ng Kongo Demokratik Respublikasi degan nom bilan, ya'ni mamlakat nomini o'zgartirgan. Zair nima degan ma'no beradi degan savolga, bu dengizlarni birlashuvi, ya'niki barcha dengizlarni yutib yuboruvchi eng kattakon dengiz degan ma'noni anglatar ekan Zair degan mamlakat nomi. Lekin hozir Kongo degan dengiz ham, daryo ham bor deb menga ma'lumot berishdi. Mayli, bu Kongo Demokratik Respublika terma jamoasini o'zini geografiyasi, lekin Jahon chempionatiga o'sha Kongo terma jamoasi albatta tarixda chiqqan. 1974-yilda birinchi marta ular mundialda ishtirok etgan. Va qadrli do'stlar, ular yarim asr desak adashmagan bo'lamiz, ya'niki 52 yil oldin ular Jahon chempionatida o'ynashgan. Mana endi 2026-yilga kelib Kongo Demokratik Respublika terma jamoasi yana
bir marotaba mundial yo'llanmasini qo'lga kiritdi va ularning raqiblari Osiyo terma jamoalaridan biri O'zbekiston bilan o'ynash imkoniyatiga ega bo'lishdi. Demak, qadrli do'stlar, Kongo terma jamoasi shu vaqtgacha 2 o'yin o'tkazdi. Birinchi o'yinda ular Portugaliya bilan juda yaxshi o'yin o'tkazishdi. Durang natija 1-1 va qaysidir jihatdan Kongo o'zi uchun play-offga chiqish imkoniyatini ochdi. Va ikkinchi o'yinda ular Kolumbiyaga kichik hisobda 1-0 hisobda imkoniyatni boy berishdi va 3-turda ular albatta play-offga chiqish uchun O'zbekistonga bor ishtahasini saqlab qo'ygan, ya'niki O'zbekistonni biladi, qanaqa kuch-qudratga ega. Hatto O'zbekiston terma jamoasi 2 o'yin o'tkazdi. Ular O'zbekiston milliy terma jamoamizning o'yinini diqqat bilan o'rganishmoqda. Endi 28-iyun kuni erta tongda soat 00 dan boshlab Kongo va O'zbekiston terma jamoalari o'yiniga start beriladi. Ushbu uchrashuvga angliyalik hakam tayinlangan. Qadrli do'stlar, xo'sh, Kongo terma jamoasi qanday kuch-qudratga ega? Kongo bilan qanday o'ynaymiz? Keling, hozir play-off masalasini o'ylashimiz menimcha noto'g'ri, chunki Germaniya va Ekvador terma jamoalari o'yinidan keyin ahvolimiz biroz qiyinlashib qoldi. Play-offga chiqish uchun endi yana qaysidir jamoalarni o'yinini kuzatishimiz kerak. Bu jamoa g'alaba qozonish, bu jamoa mag'lubiyatga uchrash kerak degan bosh og'riqlari bizga kerak emas. Yaxshisi, qadrli do'stlar, Kongo bilan to'g'ri play-off uchun ham harakat qilish kerak. 3 ochko uchun ham va nima bo'lgan taqdirda ham chiroyli o'yin o'tkazib, raqib darvozasiga gol urib, tarixda o'zimiz uchun yaxshi nom qoldirish kerak deb o'ylayman. Demak, qadrli do'stlar, Kongo terma jamoasini asli vatani fuqaroligi fransiyalik bo'lgan yevropalik murabbiy boshqarib kelmoqda. 2022-yildan buyon Kongo terma jamoasini boshqarib va 2026-yil u jamoani mundialga olib chiqdi, Kongo terma jamoasini. Demak, qadrli do'stlar, Sebastian Desabre Kongo terma jamoasini mundialga olib chiqqan va hozirda ikkita o'yin natijasiga ko'ra Kongo 1 ochko jamg'ardi. Demak, 3-turda ular O'zbekiston terma jamoasini mag'lubiyatga uchratish uchun harakat qilib ko'rishadi. Xo'sh, Kongoni biz mag'lubiyatga uchrata olamizmi degan savollar albatta o'rtaga tashlanmoqda. Harakat qilamiz. Bizda ham kerakli futbolchilar bor. Eng kuchli futbolchilari Cedric Bakambu hujumchi bor, Artur Masuaku yarim himoyachi, Van Bissaka chap qanot himoyachisi va darvozabon Lionel Messi juda kuchli darvozabonlar bor. Kongo terma jamoasida bu darvozabonni ko'rdik Portugaliya va Kolumbiya terma jamoalari o'yinida. Va undan keyin, qadrli do'stlar, yana bir qiziq ma'lumotni aytaman. Bilasiz, Kongo terma jamoasi FIFA reytingida o'zining imkoniyatini yaxshilab oldi. Ular Portugaliya bilan 1-1 o'ynagandan keyin Kongo terma jamoasi 46-o'rindan 43-o'ringa ko'tarilgan, chunki Yevropaning nomdor terma jamoasi Portugaliya bilan durang natija qayd etdi. Bizni bashoratlarimiz, bizni qo'rquvimiz o'z so'zini oqladi. Nima uchun? Bizga agar birinchi turda Portugaliya tushganida, balki biz Kongo uddalagan ishni uddalagan bo'lishimiz mumkin edi. Ya'niki Portugaliya bilan qanaqadir durang o'ynab qo'yishimiz mumkin edi. Afsuski, bizga birinchi turda Kolumbiya to'g'ri keldi degan savollar ham o'rtaga tashlandi. Lekin Kolumbiya bilan ham biz imkoniyatimiz boricha o'ynadik, yomon o'ynamadik. Portugaliya bilan ham hakam bitta golimizni inobatga olmadi. Balki hakam to'g'ri qaror chiqazgandir, balki yo'q. Lekin bitta golimiz haqiqatan bizga juda katta motivatsiya berardi. Mayli, hammasiga vaqt oliy hakam. Eng asosiysi, biz ushbu mundialda yaxshi tajriba olmoqdamiz. Endi 28-iyun kuni O'zbekiston terma jamoasiga omad tilaymiz, umid qilib qolamiz. Qadrli do'stlar, albatta Kongoni mag'lubiyatga uchratish uchun harakat qiladi yigitlarimiz. Xo'sh, siz nimalar kutmoqdasiz? O'zbekiston ham deputat 34 yil deganda birinchi marta jahon chempionatiga chiqdi. Kongo terma jamoasi bundan 52 yil avval jahon chempionatida bu avlodni juda katta bobolari ishtirok etib ketishgan. Endi Kongo yana bor imkoniyatini ishga solib ushbu mundialda chiroyli o'yin ko'rsatmoqchi. Demak, qadrli do'stlar, Kongo terma jamoasi Afrikada juda katta tarixga ega bo'lgan jamoa. Nafaqat mamlakat nomi bilan, hattoki o'sha Afrika CONCACAF musobaqalarida ham Kongo 2 marta Afrika kubogini yutgan. Ya'niki Nigeriya deymizmi, Misr deymizmi, Janubiy Afrika deymizmi, o'sha terma jamoalar bilan ham murosasiz bemalol o'yin ko'rsata oladigan katta tajribaga ega jamoa. Demak, O'zbekiston terma jamoamizga ham omad tilaymiz. Fabio Cannavaro bor imkoniyatini ishga soladi.
Kongoni mag'lubiyatga uchratish va qadrli do'stlar, mana shu jahon chempionati yakunlangandan keyin men milliy terma jamoamizni ishtiroki va bosh murabbiyimiz Fabio Cannavaro haqida bir ajoyib videorolikni ustida ish boshladim. Shu kanalga yoki ikkinchi kanalimizga joylanadi. Diqqat bilan kuzatib turing. Ya'niki Cannavaro va O'zbekiston terma jamoasi haqidagi achchiq haqiqatlar va barcha imkoniyatlar, barcha sirlarni ochib terma jamoamiz haqidagi xabarlarni, ya'ni ma'lumotlarni taqdim etaman. Faqat mana shu mundialni eson-omon yakunlab olsak. Demak, qadrli do'stlar, O'zbekiston terma jamoasiga omad tilaymiz. Kongo terma jamoasini imkoniyat boricha mag'lubiyatga uchratishga harakat qilamiz. Xo'p, Ekvador va Germaniya terma jamoalari o'yinida afsuski biz kutgan natija bo'lmabdi. Endi nima qilish kerak degan savolga javob: agar biz keyingi bosqichga chiqishimiz uchun Kongo darvozasiga kamida 4 ta gol urishimiz kerak va shundagina g'alaba qozonsak, balki bizda yana 3% jahon chempionatini play-offda o'ynash imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa, qadrli do'stlar, yana bir marta aytaman, shunchaki bosh og'rig'i bo'lib qolishi mumkin. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar biz terma jamoamizni qo'llab-quvvatlaymiz, terma jamoamiz bilan doim birgamiz, qadrli do'stlar. Yakshanba kuni erta tongda albatta hammaga dam olish kuni bo'ladi. Terma jamoamizni yana bir marta qo'llab-quvvatlaymiz. Umid qilamiz terma jamoamiz kamida, men bilmadim, play-offga chiqamizmi yo'qmi, durang o'ynab bersak ham men juda ham xursand bo'laman, qadrli do'stlar, chunki mundialda 1 ochko ham bu FIFA reytingiga va o'zimizni tariximiz uchun ham yaxshi zarvaraqlar bilan yozib qoldirishimiz mumkin. Shunday ekan, terma jamoamizni qo'llab-quvvatlaymiz. Kongo terma jamoasini qanday bo'lishidan qat'iy nazar imkoniyat boricha ochko olishga harakat qilishimiz kerak. Va qadrli do'stlar, so'zimni oxirida yakunlab qo'ymoqchiman. Bilasiz, Behruz Karimov Kolumbiya va Portugaliya terma jamoalari o'rtasidagi o'yinda asosiy tarkibda maydonga tushdi. Uni ikkita o'yinda ham Yevropaning top klublaridan skautlar kuzatmoqda. Ya'niki menga yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda, ikkita Angliyadan, bitta Germaniya va Fransiyadan kuchli, lekin nomi sir saqlanayotgan skautlar kuzatmoqda. Katta ehtimol bilan Behruz Karimov mana shu mundialdan so'ng legioner bo'lishi kutilmoqda. Biz Behruz Karimovga omadlar tilab qolamiz. Abduqodir Husanovni yo'lini berishini tilab qolgan bo'lardim. Demak, qadrli do'stlar, O'zbekiston terma jamoasiga omad tilaymiz. Umid qilamiz, albatta Kongo bilan munosib vakillarimiz o'yin ko'rsatishadi. Eng qiziqarli va muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Zafarjonov Rifatovga obuna bo'lib qo'ying. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Futbolda ko'rishguncha bizdan uzoqlashmang. Albatta fikrlaringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Terma jamoamiz uchun ham like tugmachasini bosishni unutmang. Salomat bo'ling.